O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlar izchil rivojlanib, yangi hamkorlik imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ikki davlat o'rtasida tashqi savdoni samarali tashkil etish va uning hajmini oshirishda Respublika tovar xomashyo birjasi muhim maydon vazifasini bajarmoqda. Ana shu hamkorlik doirasida birjada Afg'oniston Islom Amirligi biznes doira vakillaridan iborat delegatsiyaning amaliy tashrifi tashkil etildi. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirishning yangi yo'nalishlari muhokama qilindi. Shuningdek, Afg'oniston bilan savdoga ixtisoslashgan maxsus platforma tanishtirilib, birjada savdo qilish jarayoni ishtirok etish shartlari va hisob-kitob mexanizmlari bo'yicha tushuntirishlar berildi. Biz yaratilgan ushbu imkoniyat uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildiramiz. Bu tashrif afg'on tadbirkorlari uchun O'zbekistonga paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda yangi imkoniyat eshiklarini ochdi. Bu elektron savdo maydoni tadbirkorlarimiz uchun qulay va iqtisodiy jihatdan foydali bozor bo'ladi. Hozirda Afg'oniston mamlakatingizdan bug'doy, oziq-ovqat mahsulotlari va o'g'it import qilmoqda. Ayniqsa bizda organik o'g'itlarga talab yuqori. O'zbekistonda shunday mahsulotlar ishlab chiqarilayotgani tadbirkorlarimizda katta qiziqish uyg'otdi. O'tgan yil noyabr oyida Afg'onistonning Kobul shahrida Gazanfar banki ta'sischiligida Uzex birjasining xorijiy elektron savdo maydoni o'z faoliyatini boshlagan edi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida ushbu platforma orqali 139 turdagi tovarlar, asosan oziq-ovqat, kimyo sanoati va yoqilg'i mahsulotlari Afg'onistonga eksport qilingan.